Xitoyning Wuhan shahrida tarqalgan tojisimon o'pka yollig'i virusi Sharq Turkistonga yetib keldi. Wuhandan kelgan Liu Gu familiyalik ikki Xitoyda bu xil virus bayqaldi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarida 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlar tutib turilmoqda. Ular intayin nachar sharoitda turayotgan bo'lib, virus bu lagerlarga tarqab qolsa, cho'ng bir baloyi ofat yuz beradiganligi mo'ljallanmoqda. Sharq Turkiston mutaxassisi Adrian Zers bu haqda tojisimon virusning rayonida bayqalishi bilan Sharq Turkiston krizisiga butunlay yangi bir tahdid qo'shildi dedi. Ko'zatchilar kollektiv o'lim voqealari yuz berishdan andish qilmoqda. Shuning bilan birga Xitoy 11 million nüfuslik Wuhan shahrini qamal qilib, kirib chiqishni cheklagan bo'lsa-mu, lekin Urumchiga uchadigan aeroplanlarning normal uchishi diqqatni tortdi. Xitoy bu xil virusni Sharq Turkistonga tarqalib, Uyg'urlarni bu virus bilan o'ltirmoqchimi yoki bu virusni bahona qilib kollektiv qirg'inchilik olib boramdi degandek savollar muhojiratdagi Uyg'urlar orasida andish paydo qilmoqda. 3 nafar Qozoq Qozog'istonning eng chong shahri Almatodagi Xitoy elchixonasi oldida navbatlash namoyishi o'tkazib, Xitoydan Sharq Turkistonda qamab qo'yilgan urug' tuqqanlari va boshqa qozoqlarni qo'yib berishini talab qilgan. Murat Qurbonov, Serik Ozibay va Baybolat Kunbolatulning 22 yanvarda bildirishicha, ularning urug' tuqqanlari va boshqa 3 nafar qozoq siyosiy turmaga qamalgan bo'lib, ularning orasida ba'zilarining Qozog'iston pasporti bor ekan. Ular Xitoy doiralaridan aloqador kishilarning oqibati va qo'yib berilganligiga doir tafsiliy uchurlarni talab qilgan. Yaqinqi bir necha oyda Qozog'istonda bu xil norozilik faoliyatlari ko'p qatim yuz bergan bo'lib, namoyishchilar Qozog'iston doiralaridan Sharq Turkistondagi qozoqlar duch kelayotgan qiyinchilikqa rasmiy aralashishni talab qilgan. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, Xitoy doiralari Wuhan shahrida bayqalgan tojisimon virus sababli o'lganlar sonining 41 ga yetganligini, davlat miqyosida yuqumlanganlar sonining 1000 dan oshganligini bildirdi. Yerlik doiralarning bildirishicha, Xitoyda 29 o'lkada 1112 kishining o'pka yollig'iga o'xshab ketadigan kasal bilan diagnoz qo'yilgan bo'lib, bulardan 572 kishining virus markazi bo'lgan Wuhan ekan. Hubey'de o'lganlar soni 39 bo'lib, Xebey, Xelongjangda 2 kishi o'lgan. Hong Kong, Makao, Tayvan, Yaponiya, Fransiya va Amerika qatorliq davlatlarda bu virus bilan yuqumlanuvchilar bayqaldi. Fransiyada bo'lsa yuqumlanuvchilar sonining 3 ga yetganligi bildirildi. Angliya Bosh ministri Johnson Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilib chiqish kelishimiga imzo qo'ydi. Bosh ministerlik ishxonasidan e'lon qilingan bayonotda Johnsonning kelishimni tunugun tushdan keyin imzolaganligi bildirildi. Yevropa komiteti va Yevropa kengashi raislari oldingi kuni bu kelishimga imzo qo'ygan. Kelishimning kuchga ega bo'lishi uchun Yevropa komitetida ma'qullanishi lozim. Yevropa parlamentining 29 yanvar bu kelishimni ovozga qo'yganligi ma'lum. Orqadan Yevropa kengashi bir yozma qaror ma'qullaydi. Angliya 31 yanvar Yevropa ittifoqidan rasmiy ayrilib chiqadi. Turkiyaning sharqidagi Elazığ viloyatining Severji noyisida 6,8 bal yer tavradi. Türkiye Afet ve Ciddi Ahval İdaresi kes saat 8'den 55 minutda yuz bergan bu yer tevrashning 6,8 bal ekanligini e'lon qildi. Kuchlik yer tevrash Turkiyaning sharqidagi nurg'un rayonda ro'shan his qilindi. Bugun sahargacha o'lganlar soni 20 ga yetgan bo'lib, yuzlagan kishi doktorxonalarda davolanmoqda. Qutqizish xizmatlari jiddiy davomlashmoqda. Bu yer tevrash xalqaroning diqqatini tortgan bo'lib, Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar vakili Boril bu haqda bayonot e'lon qilib, Turk xalqi, qurbonlarning oilalari, yaralanuvchilar va ziyonga uchraganlar bilan birga ekanligini, yaqindan ko'z tutib turayotganligini va hamkorlik ichida ekanligini bildirdi. Turk xalqining bu ofatdan eng oz ziyon bilan qutulishini umid qilamiz.